Oxirgi vaqtlarda qatga qaramanglar, hammada bir gap. Desa, vibe coding. Vibe codingga endi bir nima sehrli joyi bor ekan deyishinglar mumkin. Kim biladi, bundoq qarasa. Lekin hozir man sizlarga ajoyib bir eksperimentalniy video qilib beraman. Ayni vibe coding uchun. Xo'p, ya'ni vibe coding qanchalik foydasi bor, qanchalik, xullas bizga nima beradi degan ma'noda. Endi man hozircha kursorda ishlatyapman. Nimaga kursor deyishinglar mumkin, chunki men уже boshida shuni olib, test ko'rgandim. Вот вроде normalniga o'xshab tuyuldi. Hozircha aytishyapti unaqa bunaqa, unaqa bunaqa, xullas har xil holat. Kimdir bo'ladi, kimdir bo'lmaydi bilan band. Kursor bor, manmi oyiga $20 turadi. Mac uchun, любой uchun chiqqan. VS Code'ga o'xshab uстановка bo'ladi. Bir xil ko'rinish, hamma narsasi o'zi ishlashi ham xuddi o'sha, просто kursor. AI'ni o'zlari ichiga qo'shib qo'yishgan. Bundan tashqari hozirgi vaqtda Cloud Code'ni ham ancha-muncha Cloud Code forumida esimdan короче, Cloud Code'ni ham ancha-muncha maqtashyapti. Bu yaxshiroq deyishyapti. Men ham уже shunga o'tib ketaman. Tak hozircha biz bemalol bunda ham test qilsak bo'ladi. Cloud for Sonnetda hozir bu testda. Xo'p, biz CRM qilmoqchimiz. Loginga aytaman. Killer plan bunday qilamiz, bunday qilamiz. Xo'p, ERP Basic System for Manufacturing demayman-da. CRM Basic System for Manufacturing deyman. Mana Keycaster'im sal yaxshiroq bo'lmasa ham shuni o'zgartiraman. Eslashda to'xtab turinglar sekund. Keycaster'da ishlashini bilmayman. Hozir test qilamiz. Birinchi marta даже запуск qilyapti ekanman. Sistem настройки. Okay. Check automatically. Bunga dostуп ochamiz. Печатка so'radi. Печаткani beramiz. Перезапустить. Проблем нет у нас вроде. Keycaster. Xo'p, bu nima deyapti? General in the menu bar. Toggle capturing show preference at launch display. Selected visualizer. Tushunganim yo'q. Buni nima bilan bossam ishlashi kerakmi o'zi? All keys. Oo! Uzr. Xo'p. Selected visualizer. What is this? Bu boshqa gap. Men buni endi olib chiroyli bir chekkaga qo'yib olsam, nima demadinglar? Bo'ldi, rahmat. Xo'p, CRM Basic for Manufacturing. Chutki. Yeah, manufacturing mass for average companies. Kompaniyalarga eng ko'p kerak narsa CRM. CRMlar kim qayerlarni ishlatishadi hozir? Qaysilarini ishlatishadi? Ya'ni Bitrix, Amos CRM, MasterTask bilganlar bo'lsa, Trello, ko'p shunaqalar. Hamma narsa bor. Xo'p, biz nima so'rayapmiz? Bizga o'rtancha kompaniya uchun CRM kerak, ya'ni basic system kerak. All basic things deymiz, ya'ni hamma standart basic fundamental narsalarga kerak bizga deymiz. Xo'p. Use Python, use React and Tailwind. Do not use TypeScript. TypeScript kerak emas. TypeScript hozir to'g'rilayman deb borku, yoshlik o'tib ketadi buni. O'zi 3 marta shuni nastroykasini to'g'rilayman deb ancha-muncha cho'zib tashladi loyihani, vaqtlarini ham. Shuning uchun hozir bizga bu kerak emas unchalik. Bir chekkaroqqa surib turaman hozircha. Bu sizlarga ko'rinmasa ham kerak. Menga o'rnak olasiz. Hop. Do not use TypeScript. TypeScript ishlatma. Xo'sh, nimalar kerak yana? Menimcha shuni o'zi yetadi. Oddiy mana shu 1, 2, 3, 4 qatorli narsa. Bu ham просто menga CRM basic narsalar kerak. Hamma basic narsa kerak debman. Prям. Buni balkim yozish kerak emas hamdir. Use Python, use React and Tailwind. Endi nima deymiz? Men chatini yoqaman men buni.
Chatga yoqyapmiz, editor qilib yoqaman, osonroq bo'ladi ishlatishim. Xo'p, и bunga aytaman. Hi, birinchi salomlashamiz. Read Plan MD and create your own AI plan.md, ya'ni o'zingni planingni qil. Shuning uchun deyapman. Xo'p, hozircha generating deyapti. Kuzatamiz tanishi nima bo'ladi, nima yo'q. Opa, katta. AI plan ishlayapti bu yoqda уже. Bo'ldi, tugatdi. Xo'p, endi kirib ko'ramiz nimalar bo'ldi bu yoqda. AI generated CRM system plan. Okay, CRM qilmoqchiman. React Tailwind frontend. Backend Python Fast API Django front React Tailwind no TypeScript database SQLite PostgreSQL. Hozircha bunday qilamiz. SQLite o'zini ishlab tura olamiz. Hozir serverda nastroyka qilish vaqtimiz olib qo'yadi. Ichida nima bo'ladi? Contact managementimiz bor deyapti. Edit, delete and view customer contacts, contact categories, lead prospects, customers, contact history and notes. Zo'r. Даже export import ham bor, xotiramada. Search и filtr ham bor даже. Lead management, capture qiladigan scoring, kvalifikatsiya, assignment, sale repositories, okay, conversion tracking. Kattalashtirib olaman endi. Shu bu yoqqa ishlatib kerakmiz. Endi chatga aytaman. Use SQLite only. Faqat SQLite ishlatyapman. Update qiladi hozir. Undan tashqari Fast API ishlat faqat. Fast API only. Xo'p. Buni ham o'zgartirdimmi? Demak, yana nima bor bizda? O'zgartirish kerak bo'lgan. Qolganlari вроде o'zi biladi. Advanced features, core features, weekly bor ekan. Har doim shunaqa qilib tashlaydi borku menda ham. Xullas, tayyormisan deymiz. Qani. Bosamiz agar tayyor bo'lsa shu bilan. Stick to the plan and create step by step. First create backend of bir chekkadan hammasini. Surazi backend keyin frontend qilib yubormasdan o'zi undan bitta bundan bitta qolib ketish kerak-da. Biz ham tekshirishimizga osonroq bo'ladi. And Fast API backend and authentication begin with backend, start with frontend. Then basic components also specify if you have a particular feature of component in mind. Just let me know where you'd like to begin and I'll start implementing right away. Stick to the plan, create by step by step, start with preferred. Qaysi birini afzal ko'rsang o'shandan boshla deymiz. Miyamni qotirma degandek-da, bu ham endi bir. Xo'p. Go manimcha. Use VNV please for installing. Aytishim shart emas. Use VNV desam yetadi. Ketdi shu bilan. Qani. Xo'p, bu nima deyapti? Nima bo'ldi shunda? Tailwind CSS. Men наоборот adashdim. Naborot JS bilan bu Tailwindni ishlata olmay qiynalardim. Men bunga TypeScriptni ishlata olmay qiynaladi deb aytvoribman. Kalla qo'yish bo'pti-da. Bu Tailwindga butun umrini ketqizaman. Katta bu mana qilib. Birinchi qilganimda уже tez qilyapti-da. Hozir уже eplolmay qoldi negadir. Endi nima qilamiz? Kutamiz-da ozgina. Xo'p, ancha-muncha akkuratniy qilib qo'ydi. Backendimizda ham app API core bo'ladi. Xo'sh. Now let me create a modern beautiful main app component. Okay. Hozir ko'ramiz. Bundan keyin даже xuddi shuni приложение variantini ham qilib ko'rishimiz mumkin. Приложение variantini qilib ko'rib ishlatib ko'ramiz. Qanaqa bo'lar ekan rostdan ham. Qiziq, menga qizim deb qarasa. Xullas. Frontend npm start bo'ldi, сразу crash bo'ldi. Backend
Backend вообще o'zi bilan o'zi ovora. Bu yerda nima qilyapman? No such file or directory. What? What the? Nima bu? CRM qanaqa kod yozgansan? CRM backendga nega orqaga qaytyapsan sen? Voy, nima bunaqa qil ishlaydi bolam? Bu ham ishlas ekan nega? Voy, 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 voy. O'zi qayerdaman? Adashibman, to'xta. Mana bu kerak emas. Shu bu ham kerak emas. Bo'ldi, ishlaydi. Bu nima deyapti? Buni to'g'ri yozgan o'zi aql. Xo'p. Check check terminals. Maybe issue there. Hozir mana shu yerda o'zida sizlarga kompyuterni qizib ketmasligi uchun o'zi to'g'riladi. Biroz ko'tarib qo'ymasam, tagida yorug'chi qizib ketadi. Tiyib tursa sal havo aylanmasa bo'lmaydi tagida. Xo'p, frontni to'g'rilayapti. Buni ko'ramiz nima bo'lyapti bu yerda. Hozir ishlab turibdi. Aytdim, o'sha Tailwindni to'g'rilayman deb yoshligini o'tkazib yuboradi ba'zida mana shu bor-ku. Python moment ishlab turgan narsa bir tiyin katta. Qolib ketib, mana backendimiz qolib ketib, voy, voy, вообще perpendikulyarda yotibdi. Mana shunisi ham yomon. What the npm start yetadi shu. San nima xohlayapsan mendan? To'xta, qara. Main.py yetar ekan senga. Shuni Python 3 bilan ishlat. Ketdi shu bilan. Ketdimi? Ishladingmi? Ishladi, bo'ldi. Xo'p, curl ishlayapti. Tekshirib ko'r. Tekshirib ko'ramiz. Sen bizda nima ketdi? Bunga qarasa. Xo'p, nima deyapti bu? Error, problems. Okay. To'xta. Shoshma. Hozir sen ko'rsataman. Terminal och. Buni ikkaloviga qarab ola. Bitta nima bo'lyapti? Nima qo'yyapti? Tekshirib turman. Menga qolib ketmasin bu. Buni masmish qilib. Check terminals. Maybe issue there. Backend вообще нормально ishlayapti. Backend muammosi yo'q hozircha. Asosiy muammo frontendga chiqib ketib qoldi. Nega bu serverga qarab ketyapti birpasda? Nega mana front muammosi muammosi emasmi bu? Post loader, CSRM font, CSRM. Shu yerdan check terminal. Frontend issue there. Menga qara. Ana, endi to'g'rilashni boshla. I can see from the error that the frontend still has a tile and says completion issue. Let me check the current process configuration. Doim bir xil holat. Hech qachon Tailwind CSSda normal yo'lab ketmagan bu. Doim bitta ishkal chiqaradi. Proyekt yarmida ham qotirib qo'yadi ba'zida. npm start ishlatib ko'rmoqchi. Voy, tumbul ishlab turibdi. Ishlab turibdi. Shuni ishlayaptimi o'zi? Qayerda ishlatding sen uni? Frontend uchun bu yoqqa kirib ishlab turmagan bo'lsin-da ish qilib kirsam. Ishlab turibdi. Xullas aytamiz. Frontend issue there. Mana shuni olib tashlab beraman. Shuni xohlayotgan bo'lsa osnani. Bo'lgandir endi, bo'ldi. Yo'q-yo'q, o'zgarmading qizig'i, brat. San nega Sen qayerga ketyapsan? O'zing ishlatish kerak. Let me wait for the server to start and check the compilation. Bunday qilamiz. Ishdan chiqaramiz. Backend ishlab turibdi. Backend muammosi yo'q. Frontend muammosi bor. Kerak emas. To'xta. Perplexity bitta sal qiynalib qoldi.
Kill port 3000. Hop, bittada shuni kill qo'riq qilamiz. O'tiramiz o'zi. Bo'ldi. SD CRM frontend npm start deymi? Bo'ldi. Endi osonroq bo'ladi ishlatish. Atak 1 tiyin. Lekin bunday qilamiz. Issue there. Haliyam tayyordan odam bo'lmaydi bu bor-ku. Ha, ket. Onasini endi sen. Terminate, bratishka. Qayerga sakrayapsan? San qara ishladimi yo'qmi, ne? Ishlamagan. Men maqtay yozibdi-ku, men ishladi deb. Qaytadan run qilamiz. Oh, to'xtovni kill qilaman. Bundan osoni bu. Endi start qilaman. Qayerga ham boradi? Endi aytamiz. Mayli, Tayvan ishlab, Tayvan ishlamasa xunaga chiqib ketyapti. CSS and use TypeScript also. And continue and stick plan and finish project. Nima bu hali ham ishlab yotibdimi? Nima qilyapsan, ukam deydigan odam yo'q bunga ham. Nima voy backend ishlatib qarab o'tiribdilar, nima qilay deb. Da yo'q, parasata nima qilasan, jonim, davom etasan deb ishlashdi. Okey, ishladi hisob, nima qilasan endi? Odam kulgisini keltiradi. Response detect plus after payga to'rtta bu yoqda qaysi bir ishlamayapti bilib ham bo'lmaydi. Ana sudo kilim olmasam bor-ku. Bularga juda ham yaxshilik qilyapman shu oxirgi payt. Qani? Mana shuni olaman. Voy, kill 3001, kill 8000mida ikkita portda bo'ldi. Backend ham o'chirib qo'ydim. Bo'ldi, kerak emas. Buni olib turamiz hozircha. Xo'sh. Indan keyin qattiq tashladi, lekin loyihani tugatishga. Chunki CRMda basic'ini hammasini beryapti-da. Masalan, o'sha oddiy qilib aytganda sotib olinadigan o'sha ammo CRM bormi, Masterlar bormi, Trellolar bormi, o'shalarning ichidagi basic fundamental narsalarni o'sha bu qilyapti-da. Shuni hisobiga ham ko'p vaqt ketishi tabiiy, в общем-то. To'g'ri tushunish kerak buni. Xo'p, menga qiziq. Nima karomat ko'rsatdi o'sha? Nima karomat ko'rsatishga ulgurdi? Ichga tushiramiz. Python 3 yo'q. MainPy. O'sha backend'im ishga shu. Chopda tushunmadim sizlar. Oldingdan ketyapsan. Nima muammo? Vechni Tailwind'ni muammosi. Bu odam bo'lmaydi bu bori. Bu odam bo'lmaydi rostdan ham. Check front-end terminal. Terminalo cappuccino. Aba. Yes, of course. X berdim. Shuni bori yo'q. Voy, mana Python yo'q.
Shuni yo'qotay, nima xohlayapsan? O'chiraymi? O'zing yoqasanmi? Shuni yoq. Bo'ki bo'l shunga. Bo'ldi, ishlatding. Ishlatding, davom et. Вот. Ko'rding errorni, nima bo'lyapti? Alo! Alo! Shunaqa gaplar. Eng yaxshi beradigan maslahatim loyihani boshdan oxirigacha qildirishga harakat qilmanglar. Ya'ni prosta kirib olib, eee, create Telegram app demanglar tinchgina. Etap-metap aytib ketsanglar ham mayli shuni masalan. Telegram app create qil deysizlar, faqat masalan ketdi boshlanishiga. Autentifikatsiya qismini qil, autentifikatsiyani qilib tugatadi. Keyin buni qil, keyin buni qil, keyin buni qil deb ketsanglar osonroq. Hozir man qilganga o'xshab birdaniga CRMni manga yasab ber deb yuboradigan bo'lsanglar, dabdalasini chiqarib tashlaydi hamma joyda. Shuning uchun ham bu narsa maslahat berilmaydi. Shoshib qoladi, qaysi birini birinchi qilayin degan narsalarni o'ylaydi. O'ylab o'yin oxiriga yetib borguncha vaqt o'tib ketib qoladi. Undan ko'ra shuni o'zinglar hal qilib bersanglar, xuddi tasavvur qilinglar, qo'lingizda sizlar seniorsizlar, qo'lingizda middle, junior programmist bor. Xuddi shunaqa narsa bu ham. Mana shunaqa qil, bu haftaga buni qil deb aytib berasiz, masalan, bu hafta sani ishing mana, sprinting bunaqa, buni tugatishing kerak. Bunga ham xuddi shunaqa. Buni tugatishing kerak, mana bularga ehtiyot bo'l, mana bularni qil deb prosta tushuntirib berasizlar. U yog'iga o'zi eplab ketadi. Eplab ketolmasa endi bir yoshlik qilib qo'yibdi. Eplab ketadi. Xo'p, npm start yodlab olgan narsasi shuni. Odam bu ay baran, oldin kir frontendga, baran kir oldin frontendga. Bratva shoshilib qoldilar, to'g'ri tushunasizlar. Shunaqa shoshilib qolgan paytda srazi yangi chat ochib yuborish kerak. Eskilari prosta esdan chiqib ketib qoladi, shuning uchun men doim ochavermayman. O'zi atak yangi chat ochib yuboriladigan bo'lsa, ishlashi yana ham yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun ham yangi chat maslahat berishadi o'zi. Hop, ancha React app bo'lib ketdi. Onasini emizim deydi-ku. Xo'p, CSS loader this CSS.js. Okay. Ha, ko'rdingmi problemalarni? Oldi buni. Problemalarni ko'rdingizmi toybalar? Mana problemalarni ko'rdingizmi? Reading to'g'rilayapti. Bo'ldi, ishga tushirib yuboradi hozir menimcha уже. Jahli chiqdi, bo'ldi уже. Yoraman dedi. Ay baran. Ko'payib ketdi, prosta ko'payib ketdi hamma joyda shuning uchun. Bo'ldi, hozir yoraman dedi qani. Ko'raylik endi. Xo'p, nima bo'ldi bu yerda hozir? Ishga tushdi. Oh, signing into CRM, create an account. Oh, Giyosiddin. Giyosiddin Tursunov. Email address giyosbek.com. Passwordimizni beramiz. Confirm passport. Okay, create an account. Wow! Shuncha kutganimizga arziydigan bo'pti deyapti bundoq qarasa. Shuncha kutganimizga arziydigan eplabdi. Kontakt qo'shish. Haliyam o'sha. Ha, qo'y. Yomonmas. Oldingidan ko'ra yaxshiroq. Okay. Zo'r bo'ladi. Bo'ladi deymiz, o'tkazorlar bo'ldi. Zo'r, hozircha hammasi yaxshi. O'xshatding. Bunday olib qarasa, kutilganiga arziydi, to'g'rimi? Agar mana shu narsani qilish uchun kamida bir masalan programmistlarga ketadigan bo'lsa, 3 kun, 4 kun vaqt ketadi, lekin bu normalniy test qilib beryapti. Уже sizlarda tayyor autentifikatsiya qisminglar bor, email bo'yicha ham ketyapti, сохранять, boshqa narsalar bo'yicha ham ketyapti. Endi kerakli narsalar nima? Mana bu quick actionsni birinchi bo'lib ishlatib olish. Undan tashqari mana bu sidebar qisminglarni, hammasini funksionalliklarini ishlatib olish. Buni ham xuddi shunaqa birma-bir stick to the plan qilib ketaveriladi. Xo'p, hamma narsa ishlayapti, hamma narsa cho't ketyapti. What is next? Endi nima qilamiz deymiz.
olmasligi to'liq ishlaydigan loyiha qildirib beraman mana shu bolaga majburlab bo'lsa ham. Ehe, ko'p ishlar qilishimiz kerak albatta. Kelinglar shuni, kelinglar shuni keyingi versiyada qilamiz. Уже 1 soatdan beri bu rekord qilyapti. 1 soatlik videoni mana buni montaj qilib, eplab videoga olib olishim kerak. YouTube'ga qo'yib olishim kerak. Sanaman buni montaj qilish qiyin bo'ladi вообще. Shuning uchun ham shuni o'zi ham ancha-muncha yaxshi bo'ldi. Asosiysi mana bu nimalar bosilmayapti hali beri va shularni qilaman deyapti o'zi asli ham. Buni keyingi videoga qilamiz. Tayyorgina siri ham bunday olib qarasa pulga sotib olib o'tirilmaydi. Nima ham deya olamiz? Hozir ancha-muncha rivojlanayotgan vaqt kiryapmiz. Ko'p programmalar tekinlashib ketib qolishi mumkin. Tekin deganda endi mana bunaqa CRMlar, ko'p pulli ishlatiladigan narsalar tekin bo'lib ketadi yoki ko'payib narxi tushib ketadi. Chunki yasash oson-da buni. Ko'ryapsizlar, prosta o'tirib, suv ichib, ovqatimni yeb, zerikib, aylanib kelib, bir tashqari magazinga chiqib kelib qilyapman ishimni. Vot. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yana ham osonlashib ketadi. Kod yozish уже kod yozish oldingidaqa bir muammoli, stressli. Asosiy muammo bo'ladigan narsa endi biz AI bilan programmistlar qiladigan eng katta muammo AI bilan urushib tortishib, fikrini yetkazib berib, chiqqan ma'lumotni ko'rib, to'g'ri bo'ldi, bo'lmadi qilib urishish kerak. Mana bunaqa boyagi manga o'xshab taymingni nimaga to'g'rilamayapsan deb yarim soatlab urushamiz. Oxiri yechim topib to'g'rilab beradi. Asosiy muammo mana shu bo'ladi. Lekin boshqa umumiy katta muammolar yo'q bu yerda. Aytganingizdek, so'ragan narsangizni qilib beraveradi. Shunaqa. Hammaga hayr deymiz. Keyingi qismida 100% bo'ladi. Boshqa variantim ham yo'q-da, buni bo'lmasam bo'lmaydi. Sizlar ham baribir buni 2 soat, 3 soatlab ko'rishga sizlarga ham время не хватает же, время же деньги же, есть же.